Bizning bu dunyodagi yaratilish sababimiz Allohni tunish. Allah Taala buni Qur'on Karimda nayt uch qilib: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni ve insonlarni faqat meni tunishi uchun yaratdim deydi. Chunki inson Allohni tunigan vaqtida o'zini tuniydi. Ya'ni inson Rabbini tunigan vaqtida uni hayvondan farqlantirib turadigan yeb ichish va avlod qoldirishdan boshqa dunyoda uning bir vazifasi, bir g'oyasining borligini bilalaydi. Shuning uchun ma'rifatulloh, ya'ni Allohni tunish ibodatdan muhim o'rinda turadi. Balki Allohni tunish eng ulug' ibodat. Allohning mahluqotlarini tafakkur qilish orqali Allohning kuchini, Allohning qudratini, Allah'ın ilmini his qilib, Allah'ını tunup ko'zidan yosh oqqizgan odam qiyomat kuni arshining soyasida soydaydigan 7 turli kishining birisi. Ilgirki olimlarimizmi Allohning mahluqotlari ustida 1 soat tafakkur qilganlik 60 yil nafli ibodat qilgandan yaxshi deydi. Ko'pinchimiz biz Allohni tuniymiz deyish mumkin. Amaliyotda bizning Allohni tunishimiz yetarli emas. Chunki inson Allohni haqiqiy ravishda tunigan vaqtida Allohning hech bir buyrug'i u insonga ig'ir kelmaydi. Masalan, sizga o'qituvchingiz yoki xo'jayiningiz bir vazifa topshirsa, u vazifa sizga ig'ir kelishi mumkin. Agar shu vazifaning o'zini sizga davlat raisi topshirsa, u vazifa sizga ig'ir kelmaydi. Aksicha siz u vazifadan mamnun bo'lasiz, o'zingizdan faxr his qilasiz. Chunki u vazifa nihoyat cho'ng, buyuk odamdan keldi. Dal shuningga o'xshash, siz Allohni haqiqiy ravishda tunigan vaqtingizda Allohning hech bir buyrug'i sizga ig'ir kelmaydi. Siz Allohning buyrug'idan mamnuniyat his qilasiz va Allohning buyrug'ini ijro qilish yo'lidagi harg'inligingizdan huzur, lazzat olasiz. Undaqda biz Allohni qandoq tunuymiz? Albatta biz bir odamni tunumoqchi bo'lsak, uning qilgan ishiga, ya'ni qoldirib ketgan asriga va iziga qaraymiz. Masalan, Steve Jobsni ko'pinchimiz tunuymiz. Uni aqlliq, zirak, ilmlik, san'at tasavvuri kuchlik va shuning o'xshagan bir qism sifatlar bilan tunuymiz. Nimaga asosan uning bu sifatlarni birimiz qilgan ishiga va qoldirib ketgan izi va asarlariga qarab tunuymiz. Chunki uning qoldirib ketgan olma telefoni va boshqa olma mahsulotlari nihoyat güzel, iqtidorli, nurg'ulg'an sifatlar var. Albatta bu sifatdagi narsalarni yasagan odam zirak, aqlliq, ilmlik, san'at tasavvuri kuchli bir san'atkor. Dal shuningdek Allohnimi uning asarlaridan, ya'ni yaratgan narsalardan tunuymiz. Bütün koinot Allohning asarlariga to'lgan. Dengizlar, okeanlar, osmonlar, planetlar hammasi Allohning asarlari. Bu narsalar egisining kuchini, ilmini, qudratini bizga ko'rsatib beradi. Biz yashayotgan bu yer shari samanyol sistemasidagi 8 planetning faqat birisi. Amerika, Avrupa, Xitoy bizga bo'layotgan bu zulmlar, biz anglayotgan bütün hodisalarning hammasi mushu kichikgina yer sharining ichida bo'layotadi. Buningdan boshqa yulduzlar, planetlar va bütün koinotlarmi shunga o'xshash Allohning san'at asari. Bularning hammasi yaratquchisining kuchini, ilmini, qudratini bizga ko'rsatib beradi. Alloh taolo bu narsaning hech qaysini bekorga yaratmadi. Bizga aqlni bekorga bermadi. Albatta tafakkur qilsin, o'ylansin. Bu dunyoning yaratquchisining, koinotning yaratquchisining kuchini, ilmini, qudratini his qilsin. Shuning orqali Allohni tunisin deb yaratdi. Hatta bizmi Allohning bir asiri. Bizni hech qachon ota-onamiz yaratmadi. Ota-onamiz bizni yaratish emas, bizning rasmimizni o'xshatib chizolmaydi. Ular faqat Allohning asirini sung'uvchi, taqdim qiluvchi. Biz anglay oladigan, so'zlay oladigan, ko'ra oladigan va tafakkur qila oladigan Allohning mukammal bir asiri. Ammo shundoq turibmi biz favqulodda ojiz. Bizni kichikgina bir tal mikrob yiqita oladi. Biz favqulodda muhtoj. Biz ichmay turolmaymiz, suga ehtiyojimiz bor. Yemay turolmaymiz, yemeklikka ehtiyojimiz bor. Nefeslenmey yaşayamayız, havaga ihtiyacımız var, quyoshga ihtiyacımız var. Demek bizning ojizligimiz ve ihtiyacımız cheksiz. Bu nimani bildiradi? Bizning cheksiz ojizligimiz ve ihtiyacimizni qamdaydigan cheksiz kuchga, cheksiz qudratga, cheksiz ilmga ega bo'lgan bir zotning borligini bildiradi. Shunga biz usuzlik azobimizni qondirish uchun suv ichgan vaqtimizda shukr ey Alloh deyish orqali Rabbimizni tuniymiz. Chunki inson qanchalik kuchli bo'lib kelsin, qanchalik aqlli, qanchalik taraqqiy qilib kelsin, eng yuqori texnika, eng yuqori sebepler bilen Allah yaratgan en addi mahluqatlarını yaratmaydı. Demek kainat ve kainattaki barlıq narsalar Allah'ın avazsız ayetleri. Asli aql egisi için bu narsalar Allah'ını tunuşqa yetidi. Merhametlik Allah şundaqdımı agahlandırıcı peygamberini avatib, ey insaniyet bu yerda Allah deydigan bir kuch bor, iloh bor deb bizni agahlandırdi.
Yana yetmey bizning hayot xaritasi qilishimiz uchun Qur'onni tushirdi. Agar biz tafakkur qilsak, koinotdan iborat Allohning ovozsiz oyatlari orqali Allohning kuchining, ilmining, qudratining naqadar cheksiz ekanligini ko'ra olamiz va qo'limizdagi Qur'on orqali bu Allohning bizdan nimani kutadiganligini bila olamiz va payg'ambarimizning hayoti orqali Allohning buyrug'ini qandoq ijro qilishni, Allohning buyrug'ini hayotimizga qandoq tatbiqlashni o'rgana olamiz. Shunga bizga hech qanday o'zri yo'q. Oldimizda koinotdan iborat Allohning ovozsiz Qur'oni bor, qo'limizda hayot mizonimiz, hayot xaritamiz bo'lgan, bizni hidoyatga boshlaydigan Qur'on Karim bor va bu Qur'on Karimni jonli holda hayotida aks ettirib tatbiqlab bergan hayot Qur'on payg'ambarimiz va sahobalarning o'rnaklari bor. Alloh taolo hammamizni tafakkur qiladigan aql egalaridan qilsinki, Robbini tunuydigan, ondan keyin o'zini tunuydigan kishilarning qatoridan qilsin va bizni cheksiz hayotda asli vatanimiz bo'lgan jannatga kirgani nasib qilsin.